Assalamu alaikum qarindoshlar. Qani bugungi leksiyarimni men $1 boshlayman. O'tganda 1 tiyindan boshladim ku, endi $1 boshlayman. Endi bu $1 qaranglar. Agar bankka qo'ydigan bo'lsangiz, agar shu bankka shundaq mard bo'lib, sizga yillik o'simini 100% beradigan bo'lsa, u vaqtida mana qaranglar. $1 banka koydunuz. Ama bir yıllık ösümü 100% olsun. O vaxtda yılının ahiri elbette sizin pulunuz $1'ın üstüge yani $1 koşulup $2 buldu. Ama Amerika'da quarter deyimiz ama quarter'ın tüyötü $1. Şunun için meyede 8 ya. Demek $1 banka koygan $1'nın üsümü 100% bulsa bir yıldan keyin $2 buldu. Bunu hemmeden bildi deb o'ylayman. Endi qaranglar, menda bir ahvol chiqdi. Agar şu bir yılda bergan 100%'ni 2'ye bölüp, yani yarım yılda 50%, onun yılının ahirinde yana 50% berdigan bo'lsa, bu 50 plus 50 yanılı 100% buldu da. Bu normal ahval oldu. Bunda ahval qanday oldu deganda yanılı $1'ni mana $1 dasmi olsun. $1 dasmi olgandan keyin 6 ay kelgan chaqda, men mana 6 ay. 6 ay kelgan chaqda bu $1'ning 50% berildi, men 50 tiyin qo'shildi. Shu vaqtda bu yerdagi pulinglar qancha oldu deganda bu $1,5 oldu. Xo'sh. Endi $1,5 bankadaki dasmi buldu. Onunla 50% berildigan bo'lsa, 50% üsüm berildigan bo'lsa, o vaqtida bunun qancha oldu deganda $1,5'ning 50%si 75 tiyin buldu. Şu vaqtida yılning oxiridagi pul mana $2 25 tiyin buldu. Bu bir yılda eğer 2 qitim hesaplansa. Endi 4 qitim keleli. Ma pasil deyli mi ya dama o. 3 qitimini hesaplagan oldum. Ma pas. Eğer bir yılda 4 pasil deydigan bo'lsa, her bir pasilning ahiri, mesela ma 3. ayının ahiri, endi 6. ayının ahiri deganda bu şu yılda 4 qitim ösüm berildigan bo'lsa, qanday oldu deganda ders beriniz yani $1. Değil mi? Ma bu 25% degan söz birden 4 degan, 4'ning bir qismi degan gap bo'ldi. Şu vaqt qanday oldu deganda, şu birinchi faslning oxirida, yani 3. ayning oxirida berildigan manınga, $1 berildigan pul 25 tiyin qo'shildi degan söz. Şu vaqtda bu yerda birinchi faslda $1 25 tiyin bo'ldi. Endi bu $1 25 tiyinning ustiga yanıla 25% ösüm berildi. Şu vaqt $1 25 tiyinning ösümü qancha? 31 tiyindan sal ko'proq oldu. Şu vaqtda mushu bo'yicha hisoblab chaqda bu pulning qimmati mana mushlar o'sib kelib, eng oxir yani 3. fasl yana bir hisoblandi. 4. fasl kelgan chaqda bu pulning qimmati $2 44 tiyin bo'ldi. Bunu $2 44 tiyin tizib qo'yaymi? Xo'sh. Demak, bu yerdagi xulosim nima degan chaqda, shu $1 pulga agar bankdan har faslda 25% ösüm beradigan bo'lsa, yilning oxiri bu pulning qimmati $2 44 tiyin bo'ldi. Demek bu qanday bo'lyapti deganda bu pul bag'an siri o'syapgandek ko'rinyapti. Shundaymi? Bu yerga kelganda balkim ba'zi qarindoshlar bu o'siyveradigan o'xshaydi deb o'tganda men ko'rsatgan bir tiyinni 28 kunda $1 million qilib oldu degan misolni shunday bo'lamdi, yo'q degan savol qo'yildi. Ammo buning da undaq bo'lmaydi. Bu gerçi o'siyvergan bo'lsa, mana men yerda ko'rsatdim, mavi deganimiz bu yerda buni bir yılda 12'ye böldü. Yani bir yılda her ayda ösüm pulu berildiğin olsa o vaxtda yılının ahiri bu $1 $2 61 tiyin buldu. Ondan mavi deganimiz
ma 52, birini 52'ga böldüm. Bu deganlik nima deganda? Bu haftalık deganda. Demek her haftada üsün bir qitim tölendigan bolsa, bu vaqtida bu $2.69 bo'ldi. Shunda kelib, ma'o deganimiz ma 365 birini 365 ga böldüm. Bu vaqtda bu nima deganda? Bir yil degan 365 kun go. 360 her kuni üsümne her günü bir hesaplaydigan bolsa, onu jami 365 kun. 5 kun hesaplandı. Şu vaqtda yılning oxiridagi puli mana $2.71 bo'ldi. Endi abayqı deganlarim nayt muhim bir hukumchu. Shuning uchun ashini texmi aniq tushundirish uchun men meyda ma bir jadvalni tuzib chiqdim mana men qaranglar. Ma bu $2.71 bu $1 bir yillik banka qo'ygan chaqda uning o'simlarini mana qatasiga yilda bir qitim hesaplansa, yilda 2 qitim hesaplansa, endi ma fasl bo'yicha hesaplansa, oy bo'yicha hesaplansa, endi haftalik bo'yicha hesaplaganda, endi ma kunlik bo'yicha hesaplaganda, endi soatlab hesaplaganda, endi minutlab hesaplaganda, eng oxir sekundlab hesaplaganda. Qanda sekundlik emas, hatto shu bir yilning shu cheksiz bo'laklarga bo'lib hesaplanganda. Buni nimada continuous compounding deydi. Continuous compounding uzluksiz shu o'simni hesaplaganda deganda, yani eng oxiri berib mana 2.782 degan mushu son chiqadi. Buni endi banklardan balkim ba'zilar uni nima uchun 72 tiyin qilatmaydi deydi. Son bankaga kelganda uni bermaydi, uni xotirjam bo'linglar. Bu chekini mushu eng oxir berib, mushu ma'u nimaninki ma'u decimal point deymiz, ham buninki chekning oxidagi raqamlarning hammasiniki xeyli muhim rol o'ynaydi. Bank hisoblatgan. Uni birdan turib uni to'xtaldim. Mushu tushunchani bo'lgandan keyin mana men yana bir narsani ko'rsatdim qaranglar. Ma o boshqa misollarni oldim. Meyda masalan bir yilni shu faslga bo'lib bergan chaqda abay deb o'tdim-ku, 25%, 0.25 degan gap, yakimiz 4dan 1 degan gap o'xshash bo'ldi. Shu vaqtda bu qanday bo'ldi deganda, bu amaliyotda bir pilos 4dan 1ni 4ning shu 4 qitim ko'paytganga teng bo'ldi. Buningdan endi qaysi formula chiqdi deganda, ma formula chiqdi. Ya'ni uni birdan turib ko'rsatamiz aşağı formula. Abay men ko'rsatib o'tgan bu irratsional son matematikada i orqali ifodalanadi. Ya'ni yoki Eulerning soni deb ataladi. Endi bu Eulerning sonini amaliyotda shu qo'limizdagi yan fonlarida bor. Endi yan fonni bunday chiqadigan bo'lsa, balki masanlar chiqadi, hisoblash nimasini, appni chiqarsak. Ammo buni bunday burgan nima chiqadi? Meyni ko'rdinglarmi? Meyda mana i degan son meyda turdi mana i. I degan sonni shunday qilib bosadigan bo'lsak, mana uzun son chiqdi mana. Buni men hozir daskaga yezib qo'yib, endi sizlarga tushuntirib o'tman. Mana abayqa sonni daskaga yezib qo'ydim, chunki bu nihoyatda muhim bir son. Endi buni men abay deb o'tdim, buni matematikada Euler's number deydi. Eulerning soni deb atalishi kerak. Bu yerda bir narsaga diqqat qilaylikchi, Eulerninki ismi nurg'un matematik uqumlar bilan munosabatli bo'lg'ashqa, bu yerda buni ba'zilar Euler'ning turaqliq soni deb ataydi. Bu amaliyot Euler'ning turaqliq soni degan yana bir boshqa bir son. Endi yana Euler'ninki formulasi degan bir formula bor. Uni men o'tganda qisqa bir nima yezib uni tushuntirdim. Hali matematikadagi eng go'zal formula degan uni Euler. Shuning o'sha Euler'ning ismlari nurg'un sonlar bilan munosabatli. Shuning uchun bu yerda buni Euler to'g'ri yana birdan to'xtalma. Endi ma'vo shu. Endi bu qaranglar, meyda ma'ni taxminan teng bo'ldi degan belgini ishlatdik. Chunki bu bir muqim bir songa bormaydi. Men decimal men chek-cheklarni qo'ydim-ku, bu shu cheksiz ketaverdi. Qanchaga, endi o'bir, endi yana birsi bu nima irrational son bo'lg'ashqa,
Bunun mavi rakamları herkes tekrarlanmaydı. Yani bazılar ko'p meyadaydı, meyada 1828'de iki qitim tekrarlanıp ketdi o deydi. Bu tekrarlanışı demeyimiz. Çünkü eğer muşu 1828'de qayta mesela men 405 bo'lib ketdi o ama 45 bo'lib ketdi. Mishadi yana o'xshash 1828 degan raqam ketaveradigan bo'lsa, u irrasional sonlarga kirmaydi. Bu o'tgan leksiyalarni anlaganlar balkim irrasional sonninki aniqlamasini biroz esinglarda bordi deyman. Bu bir. Endi bu o'ylarning sonini ifodalashning bir qancha xil usullari bo'ldi. Birisi shunday deb yozamiz, buni yodlab olgangiz kelsa, men shuni tavsiya qilaman, agar siz shu texnik soat ishlaydigan bo'lsa. Meyada kelgancha mana ayt oson. 1828 degan Amerika prezidenti Andrew Jackson'ninki saylangan yili. Şu 1807'de endiki 1828'de şu mavi qancha xana bir 9 xanani osonla esinglarda qoldira olasizlar. Çünkü bunu davomli ishlatiladigan son. Xo'sh, endi abayga gap kelaylik. Buni iyini bir qancha xil usullar bilan yozgan oldu. Birisi men abay deb o'tgan bir formulni ishlatdik. O formul nima degan chaqda i tang bo'ladi lim. Mana yezita endikin. Ma bu lim degan limit belgisi bo'ldi. Ya'ni bir pilot birdan inning ininchi darajada ko'paytgandan keyin bu in cheksizga intilgan chaqda shu orqali aniqlandi. Bu formula orqali. Buni o'ylar isbotlagan. Ya'ni yana bir xil ifodalanishi ini ma beldalar ifodalanadi. Ya'ni bu noldan başlap cheksizgacha, undan keyin bu birdan inning faktoriyali. Ma orqali ifodalangan bo'ldi. Buni agar yeyib ochadigan bo'lsak, bu nimaga teng bo'ldi deganda, bu ya'ni 1 plus 1 Endikin plus 1 2 faktöriyel plus 1 3 faktöriyel işte qilib davomlashib ketaverdi. Endi emeğe kelgan chaqda n faktöriyel degan narsa. Faktöriyelni hukmini balki menlar bilishinglar mumkin. Masalan 5 ning faktöriyeli deganimiz nima degan chaqda faqat 5 ning o'zidan kichik sonlarning hammasiniki köpeytmesi degan gap bo'ldi. Buni 5ning faktör matematikada 5ning faktöriyel deb hisob. Shu vaqtda n'ning faktöriyelni o'zingizga o'ychib ketmayman. Shu vaqtda bu yana bir formulasi. Endi 3-chi formula bu biraz nimarak bo'ldi, lekin buni men sizlarga yozib beray bu yerda. Mani o'chirib o'taylik. Endi meyada yeni bir xil ifodasini yozib berman. Bu biraz g'alit ko'rindi. Lekin mushlarning hammasini isbotlag'ili bo'ldi. Hatto shu balkim o'ttir maktablarda yoki kollejlarda isbotlab bergan, isbotlangan. Masalan, men tunji qitim ko'rgan vaqtim shu xeli kichik vaqtimda shu vaqtlarda. Shu vaqtlarda. Qanday yozildi deganda yana bir xil usulda bu biraz nimarak. Bu tang bo'ladi 2 plus 1 yozib bo'lib endi o'qib beray. Mana mushundaq davomlashib ketaverdi. Endi meyada
Mayada 2, 4, 6, 8 deb yazg'andim, xatolashgan yerim emas. Shu ritm bo'yicha mushtaq bo'ldi. Bu yerda nima deb pattern deymiz inglizchada. Bu yerda bir patterni bor. Men diqqat qildinglarmi? Bir 2 qitim takrorlangandan keyin andan keyin 2 chiqadi, andan yana bir 2 qitim takrorlandi, andan keyin 4 chiqadi, andan keyin yana 2 qitim takrorlandi, 6 chiqadi, andan keyin yana 2 qitim takrorlandi, 8 chiqadi. Mushtaq davomlashib ketaverdi. Mushu formula bo'yicha bu ifodalanadi. Bu pattern recognition degan ma'lumot mutaxassislari va statistik olimlarining bir aloydiligi. İfodalash usullarim bor, lekin mushu 3 xilning hammasini o'ylar tepib chiqqan. Men bir narsaga diqqat qilib, matematikada-chu bir narsani ijod qildi deyilmaydi. Chunki matematikaning o'zi bor narsa, uni topdi deymiz. Xuddi Amerika qit'asini Columbus topdi, yana bir topdi deymiz-ku. Topdi deydi. Chunki qit'a o'zi tayyor edi. Ammo matematik narsalarni shuni topganlar deydi. Bular şu tapquchilar bular, mushu sanlarni. Shuning uchun ijod qildi deyishga bo'lmaydi. Shunga diqqat qilaydi. Tuanda mushu o'ylaringizning soni to'g'riliq ba'zi bir tushunchalarni, tarixini, andiki uning ba'zi bir qo'llanishlarni men kompyuterda sizlarga tushuntirib o'tay dedim. Chunki uni daskaga yozish o'zinglar bilsizlar biroz nimarak. Bu yerda shuni deb o'tay degandim. Men sonlar nazariyasi degan bu matematikadagi shu eng muhim desak bo'ldi, muhim nazariyalarning biri bo'ldi. Mana bu elementary number theory degan David M. Button degan olimning yozgan kitobi. Bu bir klassik asarlarning biri oldu. Ben Amerika'ya kelganda, graduate school o'qiganda shuni o'qib chiqqan, ham dars o'tgan bu to'g'riliqchi. Men bu shu sonlar nazariyasiga nihoyat qiziqdim bo'lib kichik vaqtimda. Keyin andikin afsus Amerikaga kelgandan keyin shu matematik fakultetda doktorlikni o'qiyotgan chaqda shu sonlar nazariyasi, andikin grup nazariyasi deymiz. Ring nazariyasi deymiz, maydon nazariyasi deymiz, andikin galva nazariyasi degan shular qiziqib ketgandim-chu, ashunda bir 2 men uzun yil shularni tadqiq qilgan, hamda shularga kirishib ketgan. Lekin keyin hamda o'zimningki kasbimni o'zgartib, bu applied mathematics deydi. Qo'llanish matematikaga kasbiga olmish bo'lib, masalan, statistik deymiz, şu sohalarga kirishib ketgan. Chunki bu nazariya matematika shu hamma matematikalarning asosi. Bu matematikani shu 2 xil tarmoqqa bo'lingan oldu. Birisi pure mathematics deydi, yana birisi applied mathematics. Pure deganimiz sap matematika. Sonlar nazariyasi, grup nazariyasi, shuning o'xshash nurg'un nazariyalar bular hammasi sap matematika kirdi. Sap matematika. Andik mayaqtiki applied mathematics degan qo'llanish matematika degan shuningdan boshqa fanlarda qo'llanilgan matematikalarning hammasi qo'llanish matematika bo'ldi. Bu nuqtani aytgan chaqda shu tarixdagi nurg'un atoqli olimlar, masalan Newton deymiz, Leibniz deymiz, Gauss deymiz, Euler deymiz, andikin Goldbach deymiz. Mushlarning hammasi bular shu sap matematika bilan nazariya matematikani birlashtirib tadqiq qilganlar bular. Bular dastlabda hammasi sap matematika edi. Masalan, bir hikoya bor, qiziq hikoya bu. Leibniz bilan Newton ikkisi ta hozirgacha nurg'un olimlar shunga ko'z qarshi o'xshamaydi-ku. Newtonninki integral nazariyasini Newton ijod qildi deydi. Ba'zilar yo'q, Leibniz ijod qildi deydi. Bu Leibniz bilan Newton ikkisi bir davrda bo'lganlar. Bular ikkisi bir-birisiga raqobatda. Endi keyin hozircha deyotganlari bular ikkisi ayrim chiqadi deydi. Endi yana nurg'un o'xshamagan ko'z qarashlar ular qo'pib Leibniz oldida chiqadi deydi, yana birisi Newton oldida chiqadi deydi. Ham keyin asosda kelib qanday xulosa keldi deganda bu ikkisi ayrim holda integral nazariyasini
nima tapqan degan gaplarni qildi. Bu bir qiziqarli ish. Shuning uchun demoqchi o'g'lim, sap matematika bilan shu applied pure mathematics bilan applied mathematicsning farqi nihoyat oson. Sap matematika degan faqat nazariya jihatdan tadqiq qilgan. Masalan, sonlar nazariyasini tadqiq qilgan odam uning nega ishlatilgan chattig'i bo'lmaydi. Faqat bizda ben hozir applied mathematician qatori qilman. Men shu formulalarni apply qilman. Program tuzma, algoritm tuzma, shularning qandoq qilib shu matematikada qandoq tijoratga pul tepish deganni qo'ydi. Bu applied mathematics. Eğer ben ulan taşla manın qilishgan bo'lsam, men pure mathematics tarafga ketaman. Men bek qiziqaman shu manada. Men Amerikaga kelib afsus 30 yıldan beri şunu taşlab o'tibdim. Endi qaytadan o'qib baqsam, bu haqiqatan qiziqarli narsa. O'tgan leksiyarimda irrasional sonlarni tunishtirib, i'ni misol sifatida ko'rsatgan edim. Bu son matematikada eng muhim sonlarning biri bo'lib, 1683-yili dаңлық Швеция математик alimi Yakup Bernoulli tunji qitim 2,71 deb o'ttirib qo'ygan. Bu sonning desimal raqamlari cheksiz takrorlanmaydigan irrasional son bo'lganligini 1748-yili Leonard Euler isbotlab chiqib, i harf orqali ifodalab matematik sohasiga tunishtirgan bo'lg'achqa, ta bugunga qadar mazkur son Eulerning soni deb taniladi. Bu son matematikadagi bir muhim turaqli son bo'lib, moliya, iqtisod, biologiya, nupus tekshirish, fizika, astronomiya, jo'g'rafiya, kompyuter, sap matematika tadqiqoti va boshqa sohalarda intayin ko'p qo'llanadi. Bu son başka irrasional sonlar, mesela pay ve 2'ning kvadrat yıldızı seliştirganda keyince tepilgan bo'lsa-mu, uning muhimligi başka rasional sonlardan hergiz qilishmaydi. Yakup Bernoulli 1683-yili banka qo'yilgan pulning o'simi to'g'risidagi tuvandagi savol. Yani banka qo'yilgan pul $1 bo'lib, 1 yilda 100 o'sim to'langan bo'lsin. Pulning o'simi yilda bir qitim hesaplansa, yil oxirida $1, $2 bo'ladi. Agar 1 yil ichida pulning o'simi ko'p qitim hesaplansa, yil oxirida $1 qancha pul bo'ladi? Tadqiq qilish jarayonida yuqorqi cheksiz turaqli sonning 2-desimalgacha, ya'ni 2,71 ni bayqagan. Shuningdan boshlab bu Eulerning soni shu fan texnik sohasida keng doirada tarqalishga boshlandi. Hamda bu tarixiy davrda hammamizning xabari va bu Yevropaninki madaniyat Rönesans davri. Rönesans davridan keyingi davrlarda shu vaqtlarda degan fan texnik sohasiga bo'lib Yevropada nihoyatda ko'ngil bo'ladi. Shu nurg'un shu iqtidorliq olimlarni hamma davlatlardan bular maxsus beqib yuqori maosh berib bularni ishlatadi. Shuningdan keyin shu Euler soni shu boshqa sohalarga kirishga boshladi. Lekin fan texnik sohalarda keng doirada işletilişki başladı. Meyada ben şu bir program tüzüp mağlanı bir ratlap çıktım. Hazır bir programda bunu qandaq mangızganlığını hesaplaydıgan sizlerge köstüme. Oldu bilen şundaki qo'llanish to'g'riliq biraz to'xtalay berdi. Meyada dedik resimde görüp alsızlar. Bu radioaktif yemirilish degan bir xil
tabiiy nima borchu bu tabiiy ahvol bor. Shuningki shu yemirilishish ahvolini shu o'ylar sonni o'z ichiga olgan formula orqali ifodalanadi. Shuning o'xshash temperaturaninki o'zgarishi. Andikin bu ehtimol nazariyasida keng qo'llanilmiş statistikaninki ehtimol nazariyasida. Andin bu iqtisod sohasida bankning puli deymiz. Pulni hisoblaganda andikin bu o'sish nisbatini hisoblaganda shuning o'xshash bank sohasida iqtisod sohalarına ko'p qo'llanadi. Endi bu electronics deymizmi shu tok sahalarda, elektron sahalarda nurg'un formullar shu nima o'ylaringizning soni bilan munosabatli. Biologiyada, shuningdek o'xshash ximiyada, andikin boshqa fanlarda keng doira qildi. Shu yerda meyda shuni qisqacha bir tonishtiruvday dedim, men bu yerda tafsil to'xtalmayman. Agar qiziqadigan bo'lsanglar, Google'dan, internetdan shu masalan radioactive decay deganni bisib izlasanglar, shuningki ba'zi bir munosabatli formulalarni ko'rsizlar, shu yerdan topa olasizlar. Bu nima? Endi yuqorida men yana bir ma'lumotlarni men tonishtirib bo'ldim, yezilish usullarini. Agar men bir qiziqarli bir graf bor ekan, buningda nimani bildirdi deganda, agar shu o'yinlarning sonidagi raqamlarni mushtat tizg'il tutsak, yer sharini shu aylanib vasmi hech kim hisoblab chiqara olmaydi degan ma'noni bildirdi. Bu desimal nuqtasining orqadagi raqamlar degan cheksiz ketgan gap. Mana abay men formulani yozib chiqdim. Men meyada i minus 2 ning teng bo'ldi deganda, men yozgan chaqda i teng bo'ldi 2 plus qolganlar. Endi abay buni deb o'tdik, endi shu tizilishning endisi demda endisini tepish bu degan shu matematik analizning olamdı, statistik analizning olamdı, shu tadqiqot bilan shug'ullangan analistlarninki bir alaydılık bo'lishi kerak. Shu patternni topa olish kerak. Sonlardan patternni, andikin har xil sheylardan shularninki pattern, ya'ni endisini topa oladigan bir alaydılık bor. Unda qilmaydigan bo'lsa, u son bilan hech chiqin olmaydi. Endi meyda y teng bo'ldi i'ning ikkinchi darajasi degan formula. Buni exponential tenglama deb ataladi. Bu i'ninki exponential tenglamasınınki bir o'ziga xos bir alaydılığı bor bu yerda. Ya'ni shu bu exponential funksiyaninki, ya'ni i'ni bazis qilgan exponential funksiyaninki shu har qanday nuqtadagi differensiali o'ziga teng bo'ldi. Bu alaydılık mana mishada andiki yana birisi shulik har bir nuqta bu differensial degan shu har bir nuqtadagi gradient deb ataldi. Shu gradient mana i'ga teng bo'ldi. Nima? Yani yana bir cho'ng alaydılığı nima deganda, shu y siziqninki ostidagi bo'yalgan rayon yanila i'ning ikkinchi darajasiga teng bo'ldi. Exponential funksiyaga teng bo'ldi degan. Bu shu faqatli shu i'ning mana shu nima i'ni bazis qilgan exponential funksiyanınki bir o'ziga xos alaydılık. Bunun boshqa nimalar yo'q, funksiyalar yo'q bunda. Ama o tövendiksi men özüm redlep çıkan veya da babay sanlarını özünler kösettim. Bunları bir yana kayıtlap tepşimi. Ama meğer de tövendi men nemini kösetmekçi diyende mişede bana men hazır telefonum arkalıkla bana ködünler ama yukarıda kaggle.com diyen yabancı. Bu hazır bu program tüzüşçü naiti asan bir iş yok gitti kıyırındaşlar. Şu program tüzüşüne nait asanlı bir azraqlı vaqt chiqarib ügünüp ketkin oldu. Şunun için şundaq kolaylıqlar bek köp hazır.
Mesela kaggle.com'da hech qanday boshqa narsa ketmaydi. Kaggle.com'ga uribla aşağıdan tizimli bir kirib qandan keyin aşağıda bir Python hozir mening yozib qo'ygan kodim Python kod. Python kodini kodining yozish qoidalarini o'rganib olgandan keyin o'zinglar shunday narsalarni o'zinglar mayli ish o'rinlarida ishlatamisizlar yoki o'yin sifatida qaramizlar, bular nihoyat bir qiziqarli narsalar. O'zi program tuzish degan nihoyat oson ish bo'lib ketdi qarindoshlar. U o'z vaqtida nihoyat murakkab narsa. Shuning uchun men mana bu o'yinlarning sonini hisoblaydigan bir nimasini qildim. Mana men agar mishada qaranglar, mishada men mani bosadiganlar bo'lsam mana bir parça kod, bu kodni mana men model bosadigan bo'lsam, bu shu o'zi mana aşağıda run deymiz hamda. Runlik qilib mana o'yinlarning sonini men mana hisoblab berdi. Ko'rdinglar, o'yinlarning soni osonga teng bo'ldi degan narsani hisoblab berdi. Meyada sizlar bir narsaga diqqat qilib bekinglar. Mushu son mana o'yinlarning sonini formula hisob bilan hisoblaganda bu natijasi desimal nuqtaning qanchinchi raqamlariga to'g'ri chiqdi, shuni bir savol qo'yib bir sinab ko'rib bekinglar o'zinglar. Bu yerda bir narsani eskartib o'tay. Buningda men $1 misol qilib o'yinlar sonini hisoblab chiqdim. Amaliyotda $1000 bo'lamdi, $100,000 bo'lamdi, $1,000,000 bo'lamdi. Hesablash uslubi o'xshash. Endi 10,000 o'zgartsam, buni 10,000 qitim hesablaydi. 10,000gacha bo'lgan nimasini hesablaydi degan so'z oldu. Bu 10,000ga balkim mening telefonimning kuchi yetmasligi mumkin, qarab boqay. Mana jiqaroq vaqt bekiryapti, chunki ABQ degan 1,000 qitim, degan 10,000 qitimni bosdim-da, 10,000 qitim harakat qilyapti, hisoblayapti, qarab boqaydi. Bo'ldi, chiqdi mana. Mana ko'rdinglarmi, meni hisoblab chiqdi. 10,000 xonasini hisobladim. Endi men tövendikse men abay ko'rsatgan hisobotni bir ko'rsatdim. Buningda men ham oddiy bir programni tuzib chiqdim. Buni shu nimasini bu o'yinlarninki shu sonlarini hisoblaydi. Men boqaylik, to'xtanglar. Mana men yerda play button deydi. Run degan button. Shuni bunday bosgandan keyin bu run qiladi. Mana chaqqanni tugdi bu. Bu chaqqan tugib nimalarni chiqadi deganda mana ABQ men degan gaplarni mana. Buni Bernoulli tadqiq qilgan masalani mishaga yezib chiqdi. Agar bankadan mana 100% o'sim beradigan bo'lsa, bir yil ichida $1 dasmingiz mana bir yılda $2 bo'ldi. Bir yılda 2 qitim hesaplansa $2 25 tiyim bo'ldi degandek ABQ men tushundigan narsalar mana hisoblab chiqdi. Endi men yerda grafni bir qilib tushuntirib o'tay, shuning bilan bugungi leksiyamiz shu yerda tamomlaydi. Graf o'yinlarningki sonini grafini tuzdik. Hamda yuqoridagini ko'rdinglarmi? Deki 4.7 deganning ustida bir siziq bor, dash line deymiz. Üzüklük siziq. U siziq shu o'yinlaringizning sonininki yuqori chekini ko'rsatadi. Endi men yerda agri siziq degan shu o'yinlaringizning shunaqa sonlarini shu men yerda men qani 100 gacha 100 gacha bo'lgan nimalarni, men nuqtalarni men yerda sizib chiqdim. Sizib chiqqanda ko'ringlarmi, bu siziq egilib yuqori qarab turib, lekin shu cheki bor-ku, 2.2 İsonga hargiz yetmaydi. Taraf qarab baqqanlar. Buni agar sizlar qiziqadigan bo'lsanglar, kodni men sizlarga aytib bermaslar, o'zlaringiz ko'rib baqsanglar bo'ldi. Buni men ABQda yana bir hisoblab boqay. Agar men yerda ani 100 gacha dedim-ku,
Mana meyede ma range degan yazı yüzde. Eğer ben bu şunu minggacha deb qildigan bo'lsam, qanday oldu? Bu belki abayga qaraganda uzunroq to'xtanglar. Mangdu aytgan bu mu chaqqanli chiqdi deb qarama. Chaqqan chiqdi mana. Mana graf qaraydigan bo'lsanglar, ostidagi x nimasida o'qida minggacha borgan. Mana ko'rdinglarmi? Mavudagi dastlabda tez o'rlagan bilan x ning qiymati. Bu exponential funksiyaning qiymati. Lekin bara bu aşılıqı abay deb o'tgan i songa cheksizlik oldi uning intildi. Lekin hargiz yetolmaydi. Şunun bilan bugungi leksiyarim mishada bo'lsin. Agar savolinglar bo'lsa, shu savolinglarni qo'rqmay so'ranglar. Bu nima deyapti? Bu fan texnikada bir gap bor. There is no stupid question deydi. Har qanday savolni ma'lum ajab bir oson savolni so'rab qoldi, ikkinchisi bir ahmoq savolni so'rab qoldi degan gap bo'lmaydi fan texnikada. There is no stupid question degan gap bor. Shuni bilib qo'ying. Question so'ralish u bir alaydilik. O'tganda bir ikki bola aytdi, yaxshi savollarni so'radi. Buningki ba'zi savollarga men javob beramayman. Men ochiqil deyman. Chunki matematikada nurg'un savollar hozirgacha javob berilmay kelyapti. Necha ming yildan beri javob berilmay kelyapti. Hamda kuniga har kuni shunday savollar paydo bo'lyapti. Shuning uchun men fan texnika qiziqadigan odam kelgan chog'da savol so'rash eng muhim narsa. Savol so'rash. To'g'ri savol so'rash emas, xato savolni so'rasam bo'laverdi. Xo'sh, bugun bir şeyga bo'lsin, rahmat.